Kumushkondagi kafil ishlarini hammasini biz qilganmiz. Faqatgina mana sanuzuldan tashqari, bu yoqdagi sanuzuldan tashqari. Hozir men sizlarga bu yoqdagi hamkasblarning ishligini obzorini olib beraman. Bu yerda ham xuddi shunaqa parashiy effekt bilan bordyur qilishgan. Ko'chadan sayqallar. 75 ga 150 lik keramagranit terilgan o'rtoqlar. Bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'p o'rtoqlar. Bu yoqda mana nishalarni ko'rishingiz mumkin. O'zini podsvetkalari bilan qilishgan. Tahorat zona, dushovoy zona. O'zini konvertlari bilan qo'yishgan. Xo'p, endi ikkinchi sanuzulga o'tamiz. Anatomiy formatda boshqacha chiqyapti lekin. Bu yoqda mana parashiy effekt bilan installyatsiyani apishpi qilib, bu yoqda nisha qilib yuborilgan. Bu yoqda ham nisha, ikkita polka, uchta nisha, dumaloq, sidushka, konvert, bu yoqda ham parashiy bordyur. Rakvinaga bitta like bosib qo'yasizlar. Qolgan kafil ishlarini ko'rmoqchi bo'lsanglar, profilga o'tinglar. Odamlar jakuzi zonani obzorini qo'yamiz. Menimcha, keyingi postda qo'ysa kerak. Yo'lda mana bizning ishlar ketyapti. Xizmatli bo'lsangiz turasizlar. Shaxtan servis jamoasiga sog' bo'lasizlar. Salomat bo'lasizlar.